Dasturimizni ko'tarinki kayfiyatda davom ettiramiz. Bugun bizda dasturimizda ajoyib mehmonlarni ham chorlab qolganmiz. Viloyat bolalar kutubxonasi rahbari Nargiza Nizomova hamda ushbu kutubxona bo'lim mudirasi Mehriniso Muxtorova bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalo assalomu alaykum deymiz va biz studiyamizga kelgan mehmonlarimizga ilk savolimiz shundan iborat bo'ladiki, erta tong qanday boshlandi? Tongni qanday kutib olasizlar? Bugungi kunimiz yaxshi kayfiyatlar bilan, ko'tarinki kayfiyatda, juda ham chiroyli, go'zal, bayramona kayfiyatlar bilan boshlab oldik. Shu bugungi kunimizni, chunki bizda bugun viloyat bolalar kutubxonasida haftalik, ya'ni bolalar xalqaro bolalar adabiyoti haftaligini birinchi kuni bo'lib o'tdi va yaxshi, chiroyli, tantanali ravishda bayramona kayfiyatda ochib oldik. Mana shunday bayramona kayfiyat sizni yil davomida tark etmasin deymiz va navbatdagi savolimiz opa sizga kayfiyatlaringiz qanday? Rahmat. Kayfiyatimiz juda ham yaxshi, chunki tadbirlar, tanlovlar davom etmoqda viloyat bolalar kutubxonasida. Yana viloyat bolalar kutubxonasida biz turli xil loyihalar tashkil etganmiz. Bu loyihalarimizdan biri Men g'olibman loyihasi bo'lib, bu 2 bosqichda amalga oshirilib kelinmoqda hozirgi kunda, tuman bosqichi hamda viloyat bosqichlari. Bu tanlov turli yubilyar shoir va yozuvchilarga atab, yubilyar asarlarga atab bu tanlovlarimiz o'tkazilib kelinmoqda. Yana bir tanlovimizdan biri adabiy muhit loyihasi doirasida o'tkaziladigan bu tadbirimiz. Bu tadbirimiz ijodiy uchrashuvlardan iborat bo'lib, bu ijodiy uchrashuvlar turli o'sha joylarda borib, tumanlarda, tuman maktab ta'lim maktablarida o'tkazilib kelinmoqda. Bu ijodiy uchrashuvlar turli xil ijodkorlar, mahalliy shoir va yozuvchilar bilan hamda ijodkor o'quvchilar bilan turli xil ijodiy uchrashuvlar hozirgi kunda o'tkazilib kelinmoqda. Yana bir loyihamiz Kitob bizni birlashtiradi loyihasi. Bu onlayn ko'rik tanlovlarimiz. Bu onlayn ko'rik tanlovlarda ham umumta'lim maktab o'quvchilari juda ham faol ishtirok etib kelmoqdalar. Mazkur tashkil etilayotgan tanlovlar necha yoshdan necha yoshgacha bo'lgan kitobxonlarni jalb etadi? Viloyat bolalar kutubxonasi asosan 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan kitobxonlarga xizmat ko'rsatadi. Bugun bolajonlarimiz, viloyat bolajonlari bugun kitobga qanday qiziqishlari qanday? Ular qo'llariga kitob olib bugun o'zlarini ko'rsatayotganlari bormi? Natijalari bormi? Natijalar albatta quvonarli darajada. O'quvchilar, kitobxonlar viloyat bolalar kutubxonasiga kelib, mana o'rinlarga sazovor bo'lishyapti, ham sovg'alarga ham ega bo'lib ketishyapti. Bundan albatta ular juda ham xursand. Yana bizlardan so'rab qolishadiki, bu galgi tanlovlaringiz qachon? Yana biz ishtirok etsak bo'ladimi degan savollar bilan bizlarga murojaat ham qilishyapti. Bir iborani ko'p eshitganmiz. Ma'lumki, bolaga kitob berishdan avvalo ota-ona unga o'rnak bo'lishi lozim. Ushbu fikrga siz qanday munosabat bildirasiz? Haqiqatan ham bu ibora juda ham to'g'ri. Ayniqsa hozirgi zamon talabiga mos ibora bo'lib, har bir inson misol uchun o'zini atrofidagilarni qanday ko'rgisi kelsa, avvalambor o'zida o'sha narsani shakllantirib olish kerak. Ya'ni o'sha odat, odob, o'sha xarakter unda mujassam bo'lish kerak. Ana shundagina u atrofida shunday nimani ko'ra oladi va talab qila oladi atrofida. Demak, shu savol bilan davom etamiz. Haqiqatan ham ota-ona o'zini avvalosi tarbiyalashi muhim bo'ladigan jarayon bo'lsa, bugun ota-onalarimizni kitobga bo'lgan qiziqishiga qanday baho berasiz? Bormi ota-onalar shunday kitob o'qiydigan? Aynan shu bolalar kutubxonasiga bolasini yetaklab keladigan ota-onalar bormi? Aynan bizni jarayonimizda viloyat bolalar kutubxonasida juda ham aholidan ko'p bobo-bibilar nevaralari bilan kelishadi. Ota-onalar kelishadi. Yosh ota-onalar ham, oilalar ham kelishadi. Va kelib farzandlariga munosib adabiyotlarni va o'zlariga munosib adabiyotlarni yig'ib, terib olib ketishadi-da. Har haftada
kelib alishtirib ham ketib turishadi. Oilaviy kitobxonamiz juda ko'p bizni. Demak, viloyat bolalar kutubxonasining moddiy texnik bazasi qanday shakllangan? Qancha kitoblar bor kutubxonada? Ular uchun bugun elektron platformalar joriy qilinganmi? Albatta har bir kutubxona kabi bizni viloyat bolalar kutubxonasida o'z fondiga ega, juda ham boy fondiga ega, ya'ni 100 mingga yaqin adabiyotlari bor. Bu o'zida mujassam qilgan 50% dan ko'p, 60% desak ham bo'laveradi deyarli. Bolalar adabiyoti bilan shakllantirilgan, to'ldirib borilgan. Undan tashqari yosh katta kitobxonlarimizga ularga mo'ljallangan badiiy jahon adabiyotlari mavjud, mumtoz adabiyotlardan mavjud, to'ldirib shakllantirib kelinmoqda. Keling, ayni vaqtda bugungi kun kitobxonlar haqida gaplashsak, aytish joizki, real hayotga qaraydigan bo'lsak, bolalarga kitob hamda telefonni qo'ysangiz, beixtiyor deyish mumkin-u, ammo bolalar birinchi nigohini telefonga qaratishadi. Bu borada nima deb o'ylaysiz? Nimalar qilish lozim? Kelajakda bolalar telefonga ko'proq emas, kitobga oshno bo'lishlari uchun. Bu yuqorida aytganimizda, avvalambor o'zimizda shuni shakllantirib, o'zimizni tarbiyalab olishimiz kerak. Ya'ni mutolaa madaniyatini rivojlantirib olishimiz kerak. Bola ota-onadan, atrofidan ko'rganlarini takrorlaydi. Uning uchun ota-onalar farzandlarini oldida namuna bo'lishi uchun o'tirsa ham tursa ham telefonga emas, shu kitobga yopishsa, mutolaa qilib tursa, ular ham ular safiga kirib, ular bilan birgalikda kitob o'qib, mutolaa qilib turishadi. Aytganlaringiz to'g'ri, haqiqatdan-da tadqiqotlar olib borilganda telefon ekrani inson salomatligi uchun zarar ekanligi ta'kidlandi, isbotlandi. Bizda navbatdagi sahifa bor, aynan shu mavzuda. Keling, sahifani birgalikda tomosha qilamiz hamda qiziqarli suhbatimizni yana davom ettiramiz. Marhamat, tomosha qilamiz. Ekran qarshisida atigi 1 soat o'tkazish uyqusizlik xavfini 59% ga oshiradi. Bu olimlar tomonidan isbotlangan va bir kechada 24 daqiqalik uyquni yo'qotadi. Hayratlanarlisi, ijtimoiy tarmoqlarning zarari filmlar yoki o'yinlardan kam emas. Aksincha, ekranlardan foydalanishning o'zi zararli. Odam uyquga yotgandan so'ng telefon yoki planshetga qancha ko'p qarasa, shuncha yomon uxlaydi. Lentani varaqlaysizmi, video ko'rasizmi yoki o'qiysizmi, farqi yo'q. Ta'siri bir xil. Asosiy kashfiyot bu kontentda emas, balki yo'qotilgan uyqu vaqtidadir. Ekranlar uyquga qanday ta'sir qiladi deysizmi? Uyqu miya va tana salomatligi uchun muhim, ammo gadjetlar bunga to'sqinlik qiladi. Ekranning moviy nuri sirkat ritmlarini tanaga qachon uxlash kerakligini aytadigan ichki soatni buzadi. Telefondagi bildirishnomalar sizni uyg'otadi yoki uxlashingizga xalaqit beradi. Gadjetda qancha uzoq vaqt o'tkazsangiz, shuncha kech yotasiz. Masalan, agar siz soat 23:00 da yotgan bo'lsangiz, 1 soat davomida ijtimoiy tarmoqlarni varaqlagan bo'lsangiz, faqat yarim tunda uxlaysiz. Natijada kamida 1 soat uyquni yo'qotib, ertalab charchoq va lanjlikni his qilasiz. Kam uxlash, yomon uyqu esa o'qish, kayfiyat va sog'likka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Olimlar ijtimoiy tarmoqlar eng zararli deb o'ylashgan edi, ammo ma'lum bo'lishicha har qanday ekran zararli ekan. Bu kashfiyot muammoga qarashni o'zgartiradi. Nima qilayotganingiz emas, qancha vaqt sarflayotganingiz muhim. Uyquni qanday yaxshilash mumkin deysizmi? Uyquga yotishdan 30-60 daqiqa oldin gadjetlarni chetga qo'yish orqali undan foydalanish vaqtini qisqartirishga harakat qiling. Bildirishnomalarni o'chiring yoki telefoningizni yotoqxonadan tashqarida qoldiring. Bu yaxshi dam olish uchun oddiy, ammo samarali qadam. Vaqt o'tishi bilan uyquning kamayishi, charchoq, kognitiv funksiyalarning yomonlashishi va ruhiy salomatlik xavfini oshiradi. Shundoq ham kam uxlashga moyil bo'lgan insonlar uchun bir kechada deyarli yarim soatlik uyquni yo'qotish bir necha hafta yoki oylar davomida sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday ekan, ijtimoiy tarmoqlardan me'yorda, unumli foydalaning va kerakli vaqtda sifatli uyqu bilan organizmga dam bering. Eslatib o'tamiz,
siz Buxoro telekanalida Salom Buxoro dam olish dasturining juma sonini tomosha qilyapsiz. Bugungi mehmonlarimiz viloyat bolalar kutubxonasi rahbari Nargiza opa Nizomova hamda ushbu kutubxona bo'lim mudirasi Mehriniso opa Muxtorova. Suhbatimiz qiziqarli o'tkazilyapti va shu o'rinda sizlarga savol berishda davom etamiz. Shunday Gulsara, chunki bolajonlarimizning kelajagi albatta kitob bilan bog'liq ekan, biz ularga ko'proq savol bilan yuzlansak, bolajonlarimiz o'zlariga kerakli bo'lgan tavsiyalarga erishadilar, kerakli bo'lgan tavsiyalarni olishadi va ushbu ma'lumotlarga tayangan holda kitobxonlikni boshlab yuborishadi. To'g'ri ta'kidladingiz. Ma'lumki 2-7 aprel kunlari Xalqaro bolalar kitoblari kuni sifatida e'tirof etilgan. Bu borada kutubxonada qanday ishlar amalga oshirilyapti? To'g'ri aytdingiz. 2 apreldan 7 aprelga qadar bir hafta davomida Xalqaro bolalar kitoblari kuni haftaligi o'tkazilinyapti. Shu munosabat bilan viloyat bolalar kutubxonasida ham kitob ziyo va tafakkur chashmasi shiori ostida kitobxonlik haftaligi o'tkazilinyapti. Haftalik doirasida esa yosh kitobxonlar tanlovi hamda kitob beminnat ustoz, kitobxonlik esa ma'naviy ozuqa mavzusida ijodiy uchrashuvlar, mening sevimli kitobim mavzusida rasmlar tanlovi hamda men eshitgan ertaklar mavzusida esa turli xil tanlovlar o'tkazilinyapti. Bu borada barcha umumta'lim maktab o'quvchilarini chorlab qolamiz va viloyat bolalar kutubxonasining esdalik sovg'alariga ega bo'lishlarini tilab qolamiz. Albatta bu tanlovlarda ishtirok etayotgan jajji bolajonlarimizga zafarlar tilab qolamiz va yana shu o'rinda savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Nargiza opa, mana bugun viloyat bolalar kutubxonasida umuman olganda fondlar haqida gaplashdik, kitob boyliklari haqida gaplashdik, lekin bu chekka hududlarda, olis tumanlarda ham xuddi zamonaviy bolalar kutubxonasini tashkil etish borasida ham ishlar amalga oshirilyaptimi? Respublikamiz bo'ylab barcha viloyatlarda atagina bitta viloyat bolalar kutubxonasi mavjud. Bizni filial yoki tarmoqlarimiz yo'q. Lekin biz buni inobatga olgan holda viloyat bolalar kutubxonasi bir loyihani yo'lga qo'ydi yaqindan. 2 oydan beri shu loyihani rivojlantirib, tashkillashtirib kelmoqdamiz. Ya'ni zamonaviy maktab kutubxonasini, namunali maktab kutubxonasi loyihasini yo'lga qo'yib, uni har bitta tuman, shaharlarda bittadan maktab, namunali maktab kutubxonalarini shakllantirib kelyapmiz. Bundan bizning maqsadimiz nima? Atrofdagi har bitta maktab o'ziga namuna qilib shu maktabga kelib metodik yordam ola olishi, undagi ish faoliyatini, hujjatlarini, ya'ni kutubxonachilik hujjatlarini to'g'ri yuritilishini, kitobxonlarga, maktab o'quvchilariga xizmat ko'rsatish jarayonlarini to'g'rilab va barcha o'quvchilarni o'ziga jalb qila olish metodlarini hammasini yo'naltirib, bitta shunday zamonaviy maktab kutubxonasini ko'rsatib beryapmiz. Shundan namuna olishlari uchun shularni yo'lga qo'ydik. Demak, bolajonlarimiz o'sha har bitta tuman va shaharlarda ma'lum bo'lgan maktab, umumta'lim maktablarida o'zlari uchun zarur bo'lgan barcha kitoblarni, badiiy yoki ertaklarni demak o'sha maktabdan qidirib topa olishadi yaqin orada. Shunday. Bugungi kunda viloyat kutubxonasida bir vaqtning o'zida nechta bola kitob bilan mutolaa qilish uchun, o'rtoqlashish uchun kela oladi? Viloyat bolalar kutubxonasi hozirgi kunda juda ham eski binoda joylashgan bo'lganiga qaramasdan barcha texnik mavjud, barcha imkoniyatlar mavjud bo'lgan holda bir vaqtda 200 ta kitobxonga xizmat ko'rsata oladi. U yerda qancha mutaxassis ish faoliyati bilan shug'ullanadi? Bizda kadrlar masalasi bo'yicha bizda 32 ta mutaxassis mavjud, kutubxonachilar. Ana shular har bitta yo'nalish o'z yo'nalishi bo'yicha xizmat ko'rsatib va kitobxonlarga xizmat ko'rsatadi. Mana Mehriniso opa, boya yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, turli xil tanlovlar bolajonlarimiz uchun e'lon qilingan, turli xil sovg'a, salomlar bilan taqdirlanayotgan bolajonlar haqida ham aytib o'tdingiz. Keling, mana endi kitobxonlikka qiziqib kelayotgan jajji bolajonlarimiz soni ham ko'p. Ularga ilk navbatda qanday kitoblarni o'qishni tavsiya qilgan bo'lardingiz?
Biz kitobxonlarga tavsiya etadigan adabiyotlarimizdan o'zbek xalq ertaklari, jahon adabiyotidan Kichkina shahzoda, Gulverning sayohatlari, Aql va oltin kabi badiiy adabiyotlarni tavsiya etib qolgan bo'lardik. Demak, ilk boshlagan o'quvchi ushbu kitoblar orqali o'ziga qahramonlar yarata oladi va o'sha kitobxonlikka qiziqishi ortadi. Shunday demoqchimisiz? Albatta. Avvalo kelganlaringiz uchun rahmat deymiz. Teletomoshabinlarimizga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Sizlarga ham katta rahmat. Albatta, tilaklarimiz aziz qadrdon kitobxonlarimiz, yosh kitobxonlarimiz, sizga shuni tilab qolardiki, mutolaa qilishdan to'xtamang. Hamisha izlaning, o'sing, uning va esingizdan chiqarmang. 2-apreldan boshlab bizda kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tyapti. Hali davom etmoqda. Haftaning oxirigacha bemalol kelib tashrif buyurib, bizni sovg'alarimizga ega bo'ling. Dasturimizni esa qiziqarli sahifa bilan davom ettiramiz. Bizdan uzoqlashmang.